Karis qaynonamdan meros bo'lib qolgan. Shunga oldizga olib kelgandim. O'zi o'tgan safar olib keldim, to'g'risi. Musodara qilib nimalardir tashladingiz endi olib kelib, bunisini hech bo'lmasa bir chiroyli narxga berarsiz. Instagramdan kuzatib kelaman o'zi pastga ham sizni. 1,50,000 dan degandingiz, menimcha adashmasam. Bugun ko'rdim. Endi tekis qilib chiroyli bir narxga berasiz o'zingiz. Chiroyli qilib beramiz. Chiroyli qilib. 1,50,000 dan emas, aka. Buni probasi 3.9. Koreyada bunaqa antikvarniy narsalar ko'p. Xo'p. Grammini 1,700 dan qilib beramiz. 78,53 gramm ekan. Qancha bo'ladi endi? 853 toshlari bor. Grammini 1,700 ming so'mdan qilib beramiz, aka. 119,221 ming so'm bo'pti. Rozimisiz? Aha. Buni probasi baland-da, aka. 1,50,000 dan emas, 1,700 ming so'mdan. Yo'q. Gapi o'zi to'g'risi aka, majburlikdan sotyapman. Xotinim bilan ozgincha kelishni ajrashish sabablari bor, o'shanga yarasha endi sotishni niyat qilib kelganmiz. Pul kerak to'g'risi endi o'zingiz bilasiz, erkakchilik. Nima siz tushunib turman, aka. Oldingi safar ham kelgansiz, gaplashuvdik. Olib kelgan narsangizni. Bir g'aroyib narsalar olib kelar ekansiz, aka. Men sizga tekis 120 million qilib beraman. 120 million? Bo'ladimi, aka? Baraka qilamiz ham. Zo'r narx aka, gap yo'q. Bo'lindi. Joyiga sanaysizmi? Ha, joyi sanaymiz, aka. Biz mana, aka, 50 million. Xo'p. Ham 50 million, общий 100 million bo'pti bu yerda. Mana 20 million. 120 million bo'pti, aka, общий. Rahmat, lekin nastroyeniyani ham zo'r ko'tarib oldingiz ekan. Sizga O'z bu yerda o'tirib, klientlarning nastroyeniyasini ko'tarib o'tiramiz. Bo'ldi. Rahmat sizga. Aka, rozi bo'ling. Ishlaringizga Bitta omad. narsa so'ramoqchi edim. Qaynonangizni qizi yo'qmi? Menga ham bir boja bo'larmi, mana shunaqa g'aroyib qaynonada. Endi aka, omadim kelib qolganda. Ha, qo'ymaysiz, aka, siz. Rahmat Sog' bo'ling, aka, rozi sizga. bo'ling. Charchamang.